Chilonzor metrosiga yaqin joyda Al-Xorazmiy kurukda o'tganingizda Korzinka bor. Shuning orqasida 3 tepa avenue qurilgan 9 etajli g'ishtli Novostroyka domimizdan 6-etajdan 50 kvadratli chiqdi. Arzon Arta kanalida 61900 dollarga obzor qilib beramiz. Ustida o'tib beradigan joylari bor. Podyezddan chiqqanimizda mana 4 ta kvartira bor. Katta baquvvat liftlar qo'yilgan, ishlab turibdi. Liftdan chiqqanimizda o'ng qo'lda kirganimizda prikoshka, chap qo'lga mana chiroyli shkaf tashlab ketasizlar. Joylari bor bemalol. To'g'rida birinchi xonasi, undan o'tganda ikkinchi xonasi, 50 kvadratga ikkita deraza qo'yilgan. Ko'ribsizlar, tashqi tomoni g'ishtli. Men podyezddan kirganimizda o'ng qo'lda sanuzilar. Hozircha umumiy bo'lib turibdi, bemalol alohida qilsalaringiz bo'ladi. Bu yerda oshxona uchun joylar tashlab ketilgan. Bular yarim g'isht hisoblanadi. Polni buzib tashlab, qaytadan planorovka qilsalaringiz ham bemalol bo'ladi. Gazlashtirilgan, gazlari kelib ishlab turibdi, qo'shnilar ko'chib kirib yashab yotishibdi. Mana parkovkalariga muammosi yo'q, xudo xolasa. Faqat naqdga sotiladi, lokatsiyasi juda zo'r, 3 tepa avenueda, 9 etajdan 6-etajda. Arzon variantlarini yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Lokatsiyasi mana Chilonzor metrodan kelganda Al-Xorazmiy kuruk bor. Chiroqchi milliy taomlari bor, Korzinka, shuni garnizonga orqasida 3 tepa avenue jilay kompleksi. Hali unday ko'p reklama qilingan bu joylardan, kadastr chunki kuni kecha chiqdi yaqinda. Lokatsiyasi mana metroga juda yaqin, g'ishtli Novostroyka dom.